Koronavirusi Allohning jazosimi yoki umumiy ofatmi? Vaba payg'ambarimizning davrida tarqagan Muaz ibn Jabal, Abu Ubayda ibn Jarroh o'xshash buyuk sahobalarni vaba orqali vafot topgan. Ularni Allohning jazosiga uchraganmi? Bu virus ayol cho'ng kichik demasdan tegidi. Bu kichik bolalarda nima gunoh? Xitoyda koronavirusi tarqalgandan keyin ba'zi qarindoshlarimiz bu Alloh taolaning Xitoy tajovuzchilariga avatgan jazosi deb xushal bo'lsa, yana ba'zi qarindoshlarimiz bu umumiy ofat, bu vabo deb xushal bo'lmadi yoki andishilandi. Biz hissiyatiy nuqtada emas, diniy nuqtadan qaragan vaqtimizda bu virus Alloh taolaning Xitoy tajovuzchilariga avatgan jazosimi yoki emasmi? Oldindan buning javobiga erishishimiz uchun bizda musibat tushunchasi aniq bo'lishi kerak. Bo'lmasa nurg'unlagan ziddiyatlik tushunchalar paydo bo'ladi. Masalan, vabo payg'ambarimizning davrida tarqagan Muaz ibn Jabal, Abu Ubayda ibn Jarroh o'xshash buyuk sahobalarni vabo orqali vafot topgan. Ularni Allohning jazosiga uchraganmi deganga o'xshagan ziddiyatlik savollardan qutlanmaymiz. Shuning uchun biz oldindan musibatning xarakterini bilishimiz kerak. Musibatning xarakterini bilish uchun musibatning kimning ustiga tushganligini bilishimiz kerak. Masalan, bir musibat musulmonning ustiga tushgan bo'lsa, uning sababi 3 xil bo'ladi. Birinchidan, uni gunohidan paklash uchun bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo bir bandiga, bir kishiga yaxshilikni iroda qilsa, Alloh taolo uningga dunyoda musibat selish orqali uni gunohidan poklaydi. Payg'ambar alayhissalom hadisda Alloh taolo bir kishiga yaxshilikni iroda qilsa, Alloh taolo uning jazosini dunyoda ilgari beradi deydi. Alloh taolo Qur'on Karimda munoyat aniq qilib, "Valiyumahhisallohu allazina amanu." Alloh taolo musibatlar orqali Alloh ishongan mu'minlarni poklaydi deydi. Xuddi dunyodami kichik jinoyatlarning jazosi kichik mahkamalarda, cho'ng jinoyatlarning jazosi cho'ng mahkamalarda jazoga tortilganiga o'xshash, Alloh taolami kupurlik o'xshash cho'ng jinoyatlarning jazosini qiyomatdagi buyuk mahsharga qo'yib, musulmonlarning kichik gunohlarini dunyoda musibat serish orqali jazolab, ularni poklaydi. Bu hadisda deyilgandek Alloh taolaning shu kishi qilgan yaxshiligi bo'ladi. Chunki dunyoda azroq azoblanganda qilgan bilan oxiratga pok holatda ketadi. Ikkinchidan, musulmonga tushgan musibat ba'zida rahmat bo'ladi. Ya'ni bir musulmon gunoh ma'siyatga cho'mib bexutlashsa, Allohni unutsa, Alloh taolo uning musibat serish orqali uni uyg'otadi va o'z tarafga qaytirib akeladi. Bu musibat uning uchun rahmat bo'ladi. Uchinchidan, musibat shu musulmonning qiyomatlik o'rnini ko'tarish va savrichalloh bilan birga qilish uchun bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom hadisda Alloh taolo bir musulmonning taqdiriga qiyomatda oliy o'rindan birini taqdir qilgan bo'lsa, u musulmon hayoti dunyoda yaxshi ish qilib, u o'ringa yetkudek bir ishni qilmagan bo'lsa, Alloh taolo u musulmonning jismiga, miliga, bolasiga musibat selish orqali shu oliy o'ringa yetkazadi deydi. Demak, bu musibat u musulmonning qiyomatlik o'rnini ko'tarishga sabab bo'ldi deymiz. Biz musulmonlarning beshiga kelgan musibatlarni yuqorqi 3 sababdan izlaymiz. Undaqda kofirlarga kelgan musibatchi, biz Qur'on va hadisga qaragan vaqtimizda Alloh taolaning kofirlarni kofir bo'lganligi uchunla dunyoda jazolaydiganligini topolmaymiz. Ya'ni Alloh taolo kofirlarni kofir bo'lganligi uchunla dunyoda jazolamaydi. Ammo kofirlar 2 sabab topilsa, mazlumlar 2 sabab topilsa, Alloh taolo dunyoda har xil baloyi ofat, inson ojiz keladigan vabo va har xil kasallarni avatish orqali bir butun zolim kofir millatni yo'q qilib o'tadiganligi Qur'on Karimda birdan ko'p oyatlarda bayon qilingan. Kofirlardagi 2 sabab qaysi deganda, kofirlar kufurligida haddidan oshsa, ya'ni o'zi kofir bo'lib bo'ldi qilmay boshqalarni kofir bo'lishga majbur qilsa, ikkinchi sababi zulmda haddidan oshsa. Endi mazlumdagi 2 sabab qaysi deganda, birinchidan mazlum shuncha qiyinchilik, shuncha azob, shuncha zulmlarga qaramasdan Allohga bo'lgan iymonida, Allohga bo'lgan e'tiqodida keyniga chekinmasdan mustahkam turgan bo'lsa, ikkinchidan qo'lidan keladigan barliq majburiyatlarni ado qilib turibmi, zolimlarni yo'qotmagan bo'lsa, Allohning orlashadigan vaqti kelgan bo'ladi. Allohning va'da qilgan va'dasini ijro qiladigan vaqti kelgan bo'ladi-da, Alloh taolo har xil baloyi ofat, vabo, virus, inson ojiz keladigan qo'shinlarni avatish orqali zolimlarni vayron qiladi. Fir'aun va uning qavmining halok bo'lishi, Ot qavmining halok bo'lishi va shuncha kuchlik Namrudning kichikkina bir pashi bilan vayron bo'lishi buning isboti. Endi navbatda Xitoylarni sarosini sog'an bu virusmi xuddi Fir'aunni vayron qilganga o'xshash, Namrudni vayron qilganga o'xshash Allohning jazosimi yoki emasmi degan bu savolga kelsak, bu savolga natija chiqishdan ilgari keskin holda bu Allohning jazosi yoki bu Allohning jazosi emas deb hukm qilish hech kimning huquqi emas va buningga hech kimning huquqi yetmaydi. Chunki hech kim Allohning so'zchisi emas. Ammo biz Qur'onda bayon qilingan zolimlarning halok qilinish ahvoliga va mazlumlarning ahvoliga qarab turib, yuqorqi 4 sabab topilgan bo'lsa, bu Allohning jazosi bo'lishi mumkin deb
deb qanoat hosil qila olamiz va farz qila olamiz. Biz qarab boqadigan bo'lsak, zolim tajovuzchi Xitoylarda Qur'onda halok qilgan Fir'avn va uning qavmi, Namrud va uning qavmi, Ot va uning qavmiga o'xshash kufrlik va zulmda haddidan eshitdan iborat Allohning ofatini taqozo qilgan, Allohning ofati, Allohning jazosini keltirishga sabab bo'lgan ikki sababning tepildiganligini ko'ra olamiz. Masalan, Xitoy tajovuzchilar kufrlikda haddidan oshdi. Ya'ni o'zi Allohga kofir bo'libli bo'ldi qilmasdan musulmonlarni kofir bo'lishga majbur qildi. Bu kufrda haddidan oshganligi va shundaqla zulmni haddidan oshdi. Shu bechora xalqimizga insoniyat ko'rmagan zulmni sab bo'lgandan keyin qani Allohing kepsini qutqusin deb Allohga haqorat qildi. Allohga urush ochdi. Ularda Allohning ofatini, Allohning balosini keltiradigan sabablar tamoman tepildi. Endi bizning Uyg'ur xalqimizda chu desa, biz Uyg'ur musulmonlari shuncha zulm, shuncha qiyinchiliklar ostida turibmi, biz Allohga bo'lgan iymonimizda inshaalloh mustahkam turdik va keynimizga chekinmadik. Garchi bir qism kishilar chekingan bo'lsa-mu, yana bizning Uyg'ur xalqimiz umuman islomdan chiqib ketgan, dinsizlashgan ahvol bo'lmadi. Demak, biz Allohga bo'lgan iymonimizda keynimizga chekinmadik. Ikkinchi sababi bo'lgan qo'limizdan kelgan majburiyatlarni ado qildikmi? Garchi biz Alloh talab qilgandek to'liq majburiyatlarimizni ado qilmagan bo'lsak-mu, inshaalloh har bir Uyg'ur qarindoshlarimiz qo'lidan kelgan miqdorda tirishchilik ko'rsatdi deb qarayman. Demak, kofirlarda tepiladigan ikki sabab, ya'ni kufrlikda haddidan eshish va zulmda haddidan eshishdan iborat ikki sabab tepildi va mazlumlarda iymonidan mustahkam turish va qo'lidan kelgan majburiyatlarni ado qilishdan iborat ikki sabab tepildi. Endi bu yerda Alloh taolaning va'da qilgan yordamining keladigan vaqti yetib keldi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda va kana haqqan alayna nasrul mu'minin, biz mu'minlarga chuqum yordam beramiz. Va la tahinu va la tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sizlar g'am qilmanglar, bushib qolmanglar. Agar sizlar mu'minlar bo'lsanglar, iymoningizda mustahkam tursanglar, sizlar ustunlik qozonasizlar degan va'dasining ishga oshadigan vaqti yetib keldi. Biz bu ahvollarga qarag'an vaqtimizda garchi kesib bu virus Allohning jazosi deyanmasakmi, faraz qila olamiz, qanoat hosil qila olamiz. Yana bir tarafdan qarag'an vaqtimizda bu qanoatimiz texmi kuchlanadi. Bizning shariatda mundaq bir qoida bor. Al jazaa'u min jinsil amal. Jazo qilgan jinoyatning turidan bo'ladi deydigan. Navbatdagi bo'layotgan bu ishlarga qarag'an vaqtimizda zolim tajovuzchilar bizga qandoq jazoni tetitgan bo'lsa, navbatda ularmi shundaq jazoni tetyotadi. Masalan, zolim tajovuzchilar 3 milliondan ortiq begunoh musulmonni kampoga usulab jazoladi. 50 milliondan ortiq Xitoy kofirlar kampoga usulandi. Ular bizning ayollarimizning, hamshirlarimizning yuzini ochirdi. Alloh taolo ularni ayol demasdan yuzni yo'gashga majbur qildi. Ichki o'lkalarda bizni o'g'ir ko'stib, bulanchi ko'stib, yotoqlarda, taksilarda, avtobuslarda bizni chatga qilishga majbur qilgan bo'lsa, bugun kunning o'zida butun Xitoylar, butun dunyoda chatga qilishga uchmoqda. Allohning yordami bundan oshkora tajalli bo'lmasi kerak. Lamborghinining aniq aytishicha, vabo tarqalgan 10 kun ichida Xitoyning tortgan iqtisodiy ziyni Amerikaning Xitoyga elib borgan savdo urushidan eshib ketdi dedi. Bu faqat 10 kun ichida yuz bergan ish. Bu davomlashyapti. Agar shu ziyonlarni Amerikaning qo'li orqali saqlagan bo'lsa, biz qanchalik xushal bo'laydik? Biz bu ahvollardan Allohga bo'lgan iymonimizni, e'tiqodimizni texmi chingitishimiz, Allohning qudratining oldida moddaning, taraqqiyotning hech narsa emasligini, qo'limizdan keladigan barliq tirishchiliklarni qilish bilan birga qalbimizni moddaga emas, yakkigani Allohga bog'lashning naqadar zarur ekanligi va biz iymonimizni mustahkam tursaqlar, Allohning yordamining chuqum keladiganligini turib yetalaymiz. Ba'zilar mundaq o'ylab qolishi mumkin. Bu virus ayol cho'ng kichik demasdan tegidi. Bu kichik bolalarda nima gunoh? Ularning orasidagi yosh kishilarda nima gunoh deb o'ylab qolishi mumkin. Mushuning o'xshash savolning o'zini sahobalar payg'ambar alayhissalomdan so'rgan. Payg'ambar alayhissalom ba'zi kishilarni Alloh taolo mushuningdek ofat avatib dunyoda jazolaydiganligini aytgan vaqtida sahobalar: "Ey Rasululloh, ularning ichidagi yaxshi kishilar-chi?" deb so'ragan vaqtida payg'ambar alayhissalom: "Yusqibuhum ma asqaban nas." Ularga kishilarga yetgan narsa yetadi. Ya'ni ofat ularga yetadi, lekin qiyomat kuni ular Alloh taolo tarafidan mag'firatga va rizvonga erishadi degan. Yana bir hadisda Oysha roziyallohu anha mush savolning o'zini so'ragan. "Ey Rasululloh, ularning ichida ulardan bo'lmagan, ularga o'xshash zolim bo'lmagan kishilarmi bor?" deb so'ragan vaqtida payg'ambar alayhissalom: "Ularning o'xshash yer yutadi, lekin ular qiyomat kuni niyatiga qarab hashr qilinadi" degan. Alloh taolo ularning ichidagi bolalar va begunoh kishilarning 50-60 yillik hayotini elib, uning badaliga qiyomat kuni cheksiz hayotni bersa, yana odillik qilmagan bo'lamda? Cheksiz degan sonning qishida 60 degan sonning qimmati qanchalik? Yo'q. Alloh halok qilgan Fir'avnning qavmi, Otning qavmi, Namrudning qavmining ichida ayollar botdi, begunoh bolalar botdi, lekin ular Alloh taolaning roziligiga va mag'firatiga erishadi.
Parvardigoringning ot kuchlik Iramni qandoq jazolaganligini ko'rmadingmi? Bundaq odamlar boshqa shaharlarda yaratilmagan edi. Shuningdek, Vadi Qurada toshlarni kesib, uylarni bino qilgan Samudni Alloh qandoq jazoladi? Shuningdek, kishilarni qo'ziq orqali jazolaydigan mustahkam podshohligi bo'lgan Fir'avnni qandoq jazoladi? Ular shaharlarda zulm qilishda haddidan oshdi. U yerlarda buzg'unchilikni ko'p qildi. Parvardigoring ularga qattiq azobni nozil qildi. Parvardigoring bandalarni albatta ko'zitib turg'uchidir.